Koreys oshxonasiga mansub bo'lgan mazali taom, ya'ni pikotini tayyorlanish usulini ko'rsatib o'taman. Xamiri uchun kerak bo'ladi iliq sut, biroz o'simlik yog'i hamda tuzli suv. Ustidan unlarni yaxshilab elatacha yumshoqlikdagi osh xamiri tayyorlab olamiz. Tayyor osh xamirimizni ustini biroz yog'lab pishirishga qo'yamiz. Orada pikotilarning nachinkasini tayyorlab olamiz. Qizib turgan yog'da to'g'ralgan piyozlarimizni biroz pishirib olamiz. Keyin ustidan qiymamizni solib, uni ham ozroq qovuramiz. Qiyma biroz qovurilib bo'lgach, ustidan karam hamda tuz va ziravorlarni qo'shib, olovda 15 daqiqa dimlab qo'yamiz. Xamirimiz oshib chiqqach, zuvalachalarga bo'lib 10 daqiqa tindiramiz. Xamirimiz tingach, qo'limizda asta-sekinlik bilan yoyib, chinkalarimizni solib tugib chiqamiz. Tugib bo'lgach, mont qozon pallalariga joylashtirib, o'rtacha olovda 25 daqiqa pishiramiz. Pikotilarimiz pishib tayyor bo'lgach, oralarini ochib, xohishga qarab salatlarni solib chiqamiz. Pikotilarni yana ham mazali qilib turadigan bu ketchup mayonezdir. Qarabsizki, mazali bo'lgan pikotilarimiz tayyor. Siz ham bu taomni oila a'zolaringizga tayyorlab bersangiz, faqatgina rahmat va maqtov eshitasiz. Bunaqa mazali bo'lgan pikotilar bilan bunaqa salqin ichimliklar ayni muddaoda. Retsept hamda video yoqqan bo'lsa, bittagina like tayyor emas degan umiddaman. Bu videoni pikotini yaxshi ko'ruvchi do'stingizga jo'natib qo'ying.